Bu mashhur asar dastlab hikoya shaklida yozilgan. O'sha vaqtdayoq o'quvchilar va adabiy tanqidchilar ichida yaxshigina shov-shuv ko'targan. Keyinchalik muallif bu hikoyani boyitib, to'ldirib, 14 yil davomida mukammal roman shakliga aylantirgan. Bugungi kunda AQSh, Yevropa va Osiyo mamlakatlarining maktab dasturlariga kiritilgan bu mashhur roman Daniel Kizning Eljernonga atalgan gullar asaridir. Bu kitob haqida gapirib berishimdan oldin kanalimga obuna bo'lib, like bosib qo'yishingizni istardim. Bu orqali nafaqat kitoblar haqidagi yangi videolarni birinchilardan bo'lib tomosha qilasiz, balki YouTube platformasida kitoblar haqidagi videolarning targ'ibotiga ham o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Tushunganingiz va qo'llab-quvvatlaganingiz uchun rahmat. Charli Gardon aqlan zaif, ammo beg'ubor va mehnatkash. 30 yoshlardan oshgan odam. U oddiy bir novvoyxonada ishlaydi va shunchaki hammaga o'xshagan aqlli odam bo'lishni orzu qiladi. Olimlar esa uning bu samimiy orzusini tajriba maydoniga aylantiradilar. Ya'ni uni Eljernon ismli sichqonchada muvaffaqiyatli o'tgan murakkab jarrohlik amaliyotiga taklif qilishadi. Roman Charlining kundaligiga yozib borgan qaydlaridan iborat. Bu uslub orqali voqealarni Charlining tilidan, uning nazari bilan kuzatib borasiz. Dastlab imloviy va grammatik xatolar bilan yozib borilgan qaydlar borgan sari mukammallashib boradi. Bu orqali Charlidagi aqliy va ruhiy o'zgarishlarning suratini his qilasiz. Operatsiyadan keyin Charlining ongida jiddiy o'zgarishlar boshlanib, kitoblarni yutoqib o'qishni boshlaydi. Til qoidalari, fizika, matematika, tibbiyot, musiqa nazariyasi kabi bilimlarni mukammal o'zlashtira boshlaydi. U hatto aqliy darajada o'zining ustida tadqiqot o'tkazayotgan professorlardan ham oshib ketadi. Ammo uning aqli ravshanlashib borarkan, ruhi shunchalik ko'p azor chekishni boshlaydi. Atrofidagi haqiqiy olamning zulmatini, atrofidagi odamlar uni o'zi o'ylaganidek yaxshi ko'rishlarini emas, masxara qilib kulishlarini, butun jamiyat hatto o'z onasi tomonidan nuqsonli bola sifatida rad etilganini, bolaligidagi eng og'riqli voqealarni xotirlaydi. Ularning azoblarini qaytadan his qiladi. Shifokorlar neyroxirurgiyadagi ulkan muvaffaqiyatni ommaga ma'lum qilish maqsadida Charlini Chikagodagi katta simpoziumga olib borishadi. Endilikda aqliy salohiyati Charlidan bir necha barobar past bo'lgan professorlar unga xuddi bir eksponatday muomalada bo'ladilar. Ular Charlining taqdiri haqida Charli Eljernon amaliyoti deb gapiradilar. Uning shu paytgacha o'zi haqida yozgan barcha hisob qaydlari va sichqoncha Eljernon bilan birgalikda olib borgan tajriba mashqlarining video tasvirlari jamoatchilikka havola etiladi. Charli esa bu paytda shaxs sifatida o'zini qanchalik haqoratlanganini his qiladi. Simpoziumda professor Nemur so'zga chiqib, bu tabiatning yana bir xatosini to'g'rilab, nuqsonsiz, qusursiz odam yaratdik. Uning na o'tmishi, na hozirgi va na kelajakka bo'lgan ishonchi bor edi. Qisqasi, Charli Gardon hech kim edi, deydi o'z ma'ruzasida. Charli esa bu so'zlarni eshitib, operatsiya stuliga yotishdan oldin ham odam edi axir deb hayqirgisi, ho'ngrab, yig'lagisi keladi. Kitobni o'qib, Charlining hayoti aslida katta bir ilmiy g'alaba edimi yoki insoniylikning fojiasimi degan savol tug'iladi o'quvchida. Vaqt o'tib sichqoncha Eljernon o'zini yomon tuta boshlaydi. Uning bu holati esa shubhasiz Charlining taqdiriga ham ishora edi. Charli o'z aqliy salohiyatining cho'qqisiga yetganida o'zi bilan kelgusida nimalar sodir bo'lishini shifokorlardan ko'ra yaxshiroq anglaydi. Aqli yuksalgani sari o'zidagi insoniy hislar, tuyg'ular ham o'sib boradi. Uning ortidan esa jamiyatdan uzoqlashadi. Aql Charliga baxt emas, iztirob keltiradi. U oldingi o'zining kichik olamida qanchalik baxtli bo'lganini anglab yetadi. Eljernonga atalgan Gullar romani har qanday olamshumul kashfiyotdan ko'ra insoniylik, bir-birini tushunish, his qilish va mehr ustunroq ekanini anglatmoqchi bo'ladi. Juda ta'sirli va o'qib bo'lgach ham uzoq vaqt shu kitob voqealari ichida Charli bilan yonma-yon yashashingizga to'g'ri keladigan asar. Agar bularga tayyor bo'lsangiz, kitobni albatta o'qib ko'ring. Kitob va video haqidagi fikrlaringizni esa izohlarda yozib qoldiring. Kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmang, chunki oldinda sizni qiziqarli kitoblar haqidagi ko'plab videolar premyerasi kutib turibdi. O'zingizni ehtiyot qiling. Bir burchakda keyingi videolarda ko'rishguncha.